Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Davlat kasblar palatasi Murod tuman filiali tomonidan 2025-yil 4 oy davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumot bersam. O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino va inshootlarni xatlovdan o'tkazish bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 5-avgustdagi o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 930-sonli qonun qabul qilinib, ushbu qonun ijrosini ta'minlash maqsadida Navoiy viloyati hokimining 2024-yil 18-noyabrdagi tegishli tartibdagi qarori bilan yo'l xaritasi belgilab olinib, ishchi guruh tarkibi tuzildi. Shuningdek, qonunga asosan Nurot tumani bo'yicha reja grafika asosan 2025-yil davomida 5 ta mahallada xatlov ishlari amalga oshirilib, 3290 ta nafar jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli 2943 ta turar hamda 347 ta noturar ko'chmas mulk obyektlari xatlovdan o'tkazilishi belgilab qo'yilgan. O'tgan 4 oy davomida 2 ta mahallada xatlov ishlari to'liq yakunlanib, 1139 ta jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli turar hamda noturar ko'chmas mulk obyektlari UZCARD tizimiga hamda 489 ta ko'chmas mulk obyekti e'tirof atiti elektron tizimiga kiritilib, tegishli tashkilotlarga xulosa yig'ish uchun yuborildi. Ushbu qonun doirasida Davlat kasblar palatasi Murod tuman filiali tomonidan toposyomka ishlari amalga oshirilib, 11 ta mahallada yangi chegaralar tasdiqlanib, 188 ta poligonlarda syomka ishlari amalga oshirildi. Bundan tashqari ushbu qonun ijrosining birinchilaridan bo'lib, Nurot tumanida 4 nafar fuqaroga o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino inshootlarga xalq deputatlari Navoiy viloyat kengashining egalik huquqini e'tirof etish to'g'risidagi qarori tasdiqlanib, kadastr hujjatlari rasmiylashtirib berildi. Fuqarolar tomonidan kadastr pasportini shakllantirish maqsadida kelib tushgan arizalar joriy yil boshidan hozir kungacha Davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali jami 432 ta jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan arizalar kelib tushgan bo'lib, shundan 336 ta ariza ijobiy yakunlanib, kadastr pasportlari shakllantirilgan. 41 ta ariza esa to'lov jarayonida. 55 ta arizaga Vazirlar Mahkamasining 535-sonli kadastr sohasida ayrim davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash to'g'risidagi qarorda ko'rsatilgan talablarga javob bermaganligi sababli asoslantirilgan holda rad javoblari berilgan. Fuqarolar tomonidan yer uchastkalarini xususlashtirish maqsadida kelib tushgan arizalar O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 15-noyabr sanasidagi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini xususlashtirish to'g'risidagi 728-sonli qonuniga asosan joriy yil 4 oy davomida Davlat kasblar palatasi Murod tuman filialiga fuqarolar tomonidan jami 35 ta ariza kelib tushgan bo'lib, shundan 16 tasiga ijobiy xulosalar berilib, Davlat mulk qo'mitasi Navoiy viloyat boshqarmasi tomonidan mulk huquqini tasdiqlovchi davlat orderlari berilib, davlat ro'yxatidan o'tkazib berildi. 16 ta holatda fuqarolar tomonidan kelib tushgan arizalar qonun talablariga javob bermaganligi sababli asoslantirilgan holda rad etilgan. Yer uchastkalarini auksion savdolariga chiqarish. O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 14-fevraldagi 71-sonli qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususlashtirish to'g'risidagi qaroriga 2-lavozda tadbirkorlik, shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun yer uchastkalarini mulk huquqi, ijro huquqi asosida elektron onlayn auksion orqali berish tartibi to'g'risidagi nizomga asosan tadbirkor va shaharsozlik faoliyatini yuritish uchun elektron ATT 2020 ATT tizimiga 2025-yil boshidan hozirgi kunga qadar 95 ta yer uchastkasi taklif ma'lumotlari kiritildi. Shundan 14 tasi auksion savdolariga chiqarilgan. Ko'chma savdo nuqtalarini auksion savdolariga chiqarish. O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 3-avgustdagi 485-sonli ko'chma savdo faoliyatini zamonaviy axborot texnologiyalarini yanada keng joriy etish hamda savdo avtomati orqali chakana savdo faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan ko'chma savdo faoliyatini yuritish uchun Davlat kasblar palatasi Murod tuman filiali tomonidan joriy 4 oy davomida 2015 ta yer uchastkalari takliflari savdo ATT tizimiga kiritilgan. Shundan 12 tasi auksion savdolariga chiqarilib, 5 tasi auksion savdolarida sotilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.